Elektr quvvati bilan ishlaydigan birinchi yo'lovchi tashuvchi lift 1880-yilda Germaniyaning Siemens va Galske firmasida ishlab chiqarilgan. U 11 soniya ichida 22 metrga ko'tarila olardi. Liftlar keng tarqalishidan avval binolarning balandligi 7 qavatdan oshirilmagan. Negaki 7 qavatdan ortiq balandlikka zinapoya orqali ko'tarilish inson organizmini zo'riqtirib qo'yishi mumkin edi. O'sha paytlarda zina orqali chiqib tushish bir muncha og'irlik qilganligi sababli ko'pchilik pastki qavatlarda yashashni afzal bilgan. Liftlar o'rnatilgach esa bu muammolar bartaraf etilgan. Liftning dastlabki foydalanuvchilari uning mustahkamligiga ishonmas, pastga tushib ketishdan qo'rqishardi. Ko'pchilik yo'lovchilar liftlardan qo'rqqanligi sababli zinapoyadan foydalanishni davom etaverishgan.